O'rmonda olov yoqish, tamaki vositalarini chekish, qozon qaynatish taqiqlanadi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Zomin o'rmon xo'jaligi qo'riqxonasina sayohatga keldik Zominga. Ko'rib kuzatib boraverasizlar. Xudo xolasa qiziqarli yerlarni qo'yib ketib boraveraman. Nasib etsa. Nega tushadiganlar. Ustoy aylantirib qo'y, sen odam bormi ekan? Ana. Umuman ko'rinmaydi taniyo'q-ku. Mana bu ikki turbadan shar-shara avtoban ekanlar. Suv yo'q hozir. Ular pustoy yurtdi. Anam yo'q. Birlarida bor chiqar. Sizlar qanday ovqat yedingiz? Qanday chiqadi? Hukumatda xotin Furalar mı öyle kanka? sağlıkta beletlerge. Materiallar pişip duran çağ. Aşın canavarım. Küçüğün odur bunu. Hepsini gidiyoruz mu? Hepsini sen pişip çıkar abi. Akşam nega bor edik? Samarqand Hazratda o'tib, bu ham shunday chang edi. Bu ham shu mana kun chang bo'lib turibdi. Bizlarda bo'ldi-ku chang. Shundayroqda endi bunday chang emasdan Xorazmda chang bo'lib turibdi deb qisinib edim. Hamma yer shunday ekan hozir. Sherbuloqna bor. Qizib ketganda kaptiga. Tabiatni asrash hammamizning muqaddas burchimizdir. To'ppa-to'g'ri. Ana o'rtoqlar. Manzara o'lyapti. Bo'lmami? Maşık itirseme. Kaçka çıkıyorsun şimdi? O yapma. O zaman momenta işte.
Oho. Bo'ri. Assalomu alaykum. İşlemayapti, orqaga o'tib kelaveradi. Faqat uzoqroqqa boradi. Aya, keling, aya, qurtlardan beri. Bo'ri. Assalom. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Bo'ri, Siz oyoq, yaxshi o'tiribsizlarmi? yong'oz, tog' echkisi, tulki. Ana nima deyman bu? Yovvoyi mushukmi? Tepada nimalar bor ekan? Shu hayvonlarning bari bor ekanda bu yerda. Tulki, tog' echkisi, yong'oz, oyoq, bo'ri hammasi bor deydi. Qurtlari bor ekan. Bunlarni nima qadar olasiz? Bu archa, allergetikilarga. Bu tog'da ro'yxatga qo'shilgan. Yeb ko'rasizmi, makdoni? 100 gram mingiz. Ha. Har xilcha qilsam berang. Har xilcha. Yo'q, shu alergisi. Ergasini qilganimiz alergisi. Achchiqroq bo'ladi, lekin o'sha foydasi. Har turli giyohlar. Sizga beraman. Aka yeb ko'ring. Turli ekan bu. Do'ng'iz. Oyoqda yotib turgan ekan bu. Bo'rilar. Qo'rqochni makan. Qo'rqochni makan. Tog' echkisi bu yoqda ham bor ekan. Öyle bir gödel ulkan narsa bo'ladigan bu yovvoyi bo'lgandan keyin. Tishlab olmasin. Bu tirisidan bir hayvat bola eldingda bir tiklansa, "Vav" deb. Bu urg'ochimi deyman bu. Apasi, ana akasi o'xshaydi. Otasi. Emmang olajaqman. Pulini aytsangiz bo'ldi, ayajon. Faqat kuchalab bering o'zingizga. Diqqatga, shamollashlaringizga, peshobga borishlaringizga. Shu yerda mingga qarsa o'tib ketib qaytib kelamiz. Mana mingga qarsani yanında sotib o'tiradigan bunday giyohlar. Hamma narsa, mana shirin narsa o'xshaydi. Har qonibdi. Bitaman. Buni qaysi zo'r bo'ladi, men bilasam, shunday bechakishga. Qurtlar. 300 lira. Ko'zingizlarga unaqa yo'q. Giyohlar. Her türlü bor ekan. Assalomu alaykum. Mana 1000 yillik archa deydi. Boshqacha ekan bu. Бедностью переведи природа. Песнялся в зоне. Olmadım bana. Neyse. Bundan taşlanmaya teorime belgilengan.
Orman aralab yurish davomida o'tlar, terish daraxtlar shoxini sindirish taqiqlanadi. To'g'ri qiladi. Onu internette ko'radiganlik. YouTube'larla. Dağılede. O'zimizning kanaldan ham qo'yamiz da savani. Ana be shuni buni ham yozib tashlagan ey. Yazmag'in. Bir mening atim bilan sizning atingiz yo'q bo'ldi. Endi adolat dedi. Azadajon dedi. Yazmasa bo'ladi. Asadbek, Hatice, Namangan. O'zi pastdagilarni sindirib tashlagan shunda. Adamlar o'shab. Ana. Shunda 1000 yil bo'lganmi buga? Nerga nuqta qilib qo'ygan? Ha, shaqa bo'lgan ekan. 40 ekan. Qurtlarning turidan bor ekan bu odam. Ya Miguel, Bu ne oluyor? Yangaqning boshqachisi. Zafaron, bismillah. Bu qanaqa yangaq? Shirin, pekan yong'og'i. necha so'mdan berasan buni? 25 ham beraymi? Men ham beraman. Hali siz kichkinasi ham bor 100 grammligi. Nargi paketdagi. Yıkılmasam necha so'mdan berasan? Farqi yo'q aka. 25 ga. Yumshoq ekan bu. Shu yan aytgan bakmana. Ne oldu sapa? Boshqa narsadan olaman mana bunday. Alın abi, al onun beyanı. Qayerga berasan? Alın beyanı, alın. Abi yine yedim, ben zordan yedim bunu. Zordan yedim. Kalampir munchoq. Onu ham choy bo'laman aka, asabdi. Neruni odamlarga ama. Sana otamanda shuni. Nurbiga kunizga. Esabingiz chaqaqsizlar. Uyqusuzlikni ishladi deydi. Semirish uchun qatiqqa ivitib qo'yib, to'qqaring kechasiz. Kechasi ivitib qo'yasiz-da, to'qqaring kechasiz ertalab, to'qqaringga. Keyin erta agar semirmoqchi bo'lsangiz, kechqurun degan suvga kechasi ivitib qo'yib, Adashib ketdi. to'qqaring kechasiz. Bu oti nima buni? Chiya. Chiya urug'i. Chiya urug'i? Ozish uchun och qaringa Ha. yozdingmi? Yozib turibdi. Almashib ketadi aytgan Yozib gaplar. turibdi. Qazib, quyib, suyit o'rnatacak bular. Her 20 metrdan, 10 metrdan. Kechdadan yaraq bo'lib turadi o son. Saramay bu. Ya o içim oluyor. O içsen o yüzden o. Kulaktan tutuyor bana, yuttular.
Erbolak deganda. Yandan chiqib ko'ring, qaramen. Yo'q. Erbolak dedi. O'rtoqlar, yoqyaptirmi? Videoni to'xtatib kommentariy yozib turinglar. Yoqsa yoqdi. Dalış tushiraver deb. Mana yo'q edi. Ha, buni yo'q edi. Öyle ketdi o mashina. O qo'ygan vaqtda ya qiz sakirib qoldimi? Qiz qozon yo'lning o'rtasida sakirib qoldi, mashina ketdi aynada. Ondan bir narsa keldi, o'sal, o gerek uch. Ha, modellarga nelar bor ekan? O 2 yil oldinmi endi u? Vallahi yo'q vaqtida. Apasi ekan u Rushnoyda. Yuborversa ya boshqa etsa. Shu yutib qo'yga qarab ketdim olsin. Sizlar menda yuriydilar. Yo'q. O mashinaga qarab ketmadimi? Bu yoqda yo'q bo'lganda. Yo'lni bu yoqqa burib qo'yganda u ne? Rol burilib turgan. Kelib qo'ygandan keyin mezeli mashina yo'li bu yoqqa qarab qolganda. Aynanda o'tirgan qiz Ruslan tortar demay yuborverdimi? Umi tam aynan qarab ketib qoldi. Ketdi mashina. Nexia. O zamindan necha kilometr ekani o'xshaydi. O New York 15.095 kilometr emish. Toshkent 194 kilometr. Dubay 2015 kilometr. Koreya. Ay endi qo'yaman-da. Endi yerdan tiyindan kelib turibdi bu buloq, ha? Yo'li bor-da buning bir. Suçu akılıyım işte. Şurada sulam yaxshi deydi. Berdi mi? Böyle tavuk Orası endi batır olmay o'tiramiz. Orada saklangan sariyog'da eshitdingizmi? O'sha sariyog'. Kaçı bu la? 100 ming kilo. Sariyog' nimani molnikimi bu? Saraya mollu gibi böyle de. Moldiki mana bu qo'yni echkini qorniga solinib 1 yil yeb turadi. Sovuq joylarda saqlanadi. Kaloriyasi kuchliroq bo'lish uchun. Immunitet ko'taradi bu. Mana bu yosh bolalarda iligini to'ldiradi. Solun ya bunlar. Tutamasa bu 1 yil saqlamaydi. Shu bilan mana bu qorda saqlanadi. Sariyog' deydi. Ha. Var mı saklangan? Ko'ring aka, men Men ko'rmay qo'ydim qo'llarimdan. Rahmat. Sariyog' deydi buni. sariyog'mi? Jindakmi? Ha, sariyog' ekan. G'orda saqlangan deydi 1 yil. Qorin sariyog'i. Sarimayda. Yutib saqladim bolam. Ya bu. Ya niye kadar bu sarıya mı ya? Ana mı? Sariyog'. Sizlarda Bunda gubida qilinganmi? Ha, ko'pida qilingan sariyog'. Quchog'imda kelmadimi jinoda? Mahmudja, Sarmayda yalnız. Ana sarmayda ne tosun mu? Kuzu oldular. Shu deb tutdi u. Sarmay ne var? Shu Ana. deydi, hozir yeb turmaydi. Ta'mi qanday? 1 yil saqlangan. Qurtdimi? Yurakchami? Ha, uni ya'ni bo'ladi pechenada. Hali bor. yeb qo'y. Men sizlarga Judayam zo'r sariyog'. Ha? Mana ayniqsa hozir qishki kunlarida foydasi judayam katta. Ya ne diyorum? Ozgina. Ne bana tohumay diye olayım lan. Sho'rtak ekan, sho'rtak. Tuz solinganmi bu? Pishirib olib, yosh bolalarga to'mig'i og'riydi, o'shani bitta ichkizib yuboring. Sho'rtak. Foydasini ko'ring keyin. tuz Yosh bolalarga solingan. judayam zo'r Bu bu. saqlanadigan bo'lsa tuz saqlaydilarda. Xuddi shunday. Mana shu tuzi bilan qorni saqlaydi, tuz solmasa saqlanmaydi. Ay yedida. Qiyin bo'ladi. Elik meniki bering. Olamizmi? Nima bilan turka bersangiz bilinmay ketadi, xolagina. Hozir o'zini yekin. Bering yarim kilo bering. O'zini yeganingiz Qancha ekan pulasi? 100 ming. 100 mi? Qo'yni qorniga solinadi-da bu.
Qo'ydi, echkiniki. Boshqa echki, qo'y mana echkiniki. Ammo u kichkina qaysiniki bu? Yo o'zi tikib qo'yaveraman buni. Yo'q, uni qarang, mana bu bittani ikkiga bo'lib tikilgan. Ha. Chunki unaqa qornlari Ba'zi qo'yniki bu, ha? butun olib ketadi-da, o'shaning uchun. Ha. O'sha butun olib ketish uchun kichkina qilinadi. Ampalik oladi-da. Bundan qanchalik bo'lsa? 20 minglik bo'ladi 100 gramm. Qaraqalpoqni qarasizmi? Xorazm. Xorazm. Buni qattiqini. Qotgani ham bor, yumshog'i ham bor. Qanaqasi desangiz bor. Qattisini olishimiz kerak. Qo'ltiqqa kitasini. Qissak bo'ladi, ular yurmaydi. Yurmayman, yurmiz. Unda Mana olishini shuni 20 araman. minglik qilib qo'yavering, xolos. Yo'q, boshqa narsa ham archaladim. Ya bari vahasi bir emasmi bularni? Bahasi bir. Aralashtirib beravering. Qancha yarim kilo bo'ladi? Ko'ravering, yarim kilo. Yarim kilo qancha bo'ladi? 50 ming bo'ladi yarim. 50 ming? Ha, bahasi bir, ha? Aralashtiramiz. Qala buradan ham sizlar olasizmi? O kopchonli bu. Buradan ya qanqa vetroton oldim. 60 minglik. Bo'ldi. Fillarni qanqam bu. Endi ichga bo'ladi. Menga o'xshab ichini tashlab qo'yadi. Buni ko'ring qana men bir uni. Bu qanday ekan kuydirilgan? Kapchonida bu ozroq soldim kapchonida. Ha, tami boshqacha ekan. Kemanadan-chi sedana kunjut. Yo'q, bundaylar bor. Yo, oldi qo'ygan. Yedana ko'p. Qaysi yana mana miksda o'riklardan ko'ring. Keyin mana jigarni yuvib chiquvchi narsalar Nima tekam? Oling nima tekam? mayli 45 beraman. Qachon Bir kilo oldim. Qimizmi? bizga to'g'ri kelmaydi. Yura oldi. Jigarni yuvib chiquvchi oshqozon. Buni bu. Buni uyda bu. 15 mingdan qilib Mana uni uyda. Zafaron bu yurakka, Zafaron, yurak buning- asrashlariga, qon tom. Bu fito choyda mana aralashma mix choyda. Ha. Shuma pita choy. Ha, mana shu fito choy. Davleniyalar Yo'q, mana shu bir buni emasmi? upakovkali bir xil ikkalasi. Faqat podarkalarga olib ketadiganlar bo'ladi-ku. O'shalarga beriladi. Buni qilolab olasan-da. Bir kiloga olsangiz ko'proq keladi lekin. Mana bunga qaraganda bu yaxshiroq. Alloh necha so'm? 200 minglik vaj bo'ldimi shu? O, mana. Ha, 200 ming. Qanqa O'zi vetroton. har yerda 200-300 minglik vaj olsangiz yetadi-ku o'zi. Na'mati. Yaxshi, rahmat. Nima qilay? Sariyog' beraymi sizga ham, Hoji aka? Yirtlar. Suv. Ha, bu yerda qancha ekan? 15. Ha, 15 mingmi? Qimmat ekanda. Qimiz. Qimiz. Kelishib berdi-da, 30 kelishib bergan qoldi. Kilosini 15 ming beribmiz. 100 grammini berasiz. Sayroqlar qanchadan? Uchchani Sayroq. G'ayrat sababda Alloh taolo kuch-quvvat bersin sizlarga. Zo'r chiroyli, go'zal qilyapti uni. Mana bu kamerani qanday ne bo'lar ekanda, lampalar yorib chiqadi burada. O'rtoqlar, ko'pirdan hozir o'tib ko'ramiz. Qo'rqinchli deydi. Ko'rik mana. aytdim o'xshasa yerga endi keldik. Ha, Yo'q, yoddan chiqarganda bu. yoddan chiqdi u. Somkada qolib ketganda. Agar netganda. Tak, unda biz ketavering, ha? Yo'qdanmi? Ha, bu yoqda bog'alar o'ynab turish uchun maydonchalar bor ekanda. Market. Shashlik uz. Ovqatlanish uchun. Alloh xolasa ketdik. Arqa balchilar deb anaqa balamiz ekan. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim. Alloh xolasa ketdik. Emotsiyani ko'ramiz hozir.
Mağaz işinize bilmegey turganda o'tiribdi. Ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. O. Mo, o'ynatib turibdi xarablar. Ha? Ana do'stlar. Korkmang yanımda yürüyün bo'ldi. Bu foydada bu yurakka foyda, adrenalin. Вообще yaxshi. Ha? Qo'rqsangiz ham qichirasiz qo'rqsangiz. Oy. Emasmi? Odamlar spokойный yotadi. O'ynab turadi ekan-da. Mana yerda kanat bor ekan do'stlar. Kanatdan indigilarda uchaman sovuverdim kanatdan. O jerlikka qarasang kellam aylanadi ekan bu. Apamam blogerchilik etib, bloger bo'lib ketdi. Boshqacha bir emotsiya. Kelin ya ushamay yuring apa. O'rtadan yuring ushamay. Yerga qaramang, yerga qaramang. Sovuq turibdi. Ya yine gerçekte. Az o'zim rasmga tushiraman, pauzaga qo'yib. Faq o'rtoqlar rasmga tushib oldik. Pauzaga qo'yib. Jerlikda ekan-da. Ayda ne bor-ku do'stlar? Trampolin. 300 ming ekan sakrab ko'rish. Bu ko'pirdan o'tish, ko'prikdan 50 mingdan ekan-da. Pensionerlarga yarabaqa o'xshaydi. Pom. Krishkasi. Bitmagan shuning uchun 100 ming berib o'tdik ekadimga yildidan. Chayqaladigan-da, uni chayqasadan bo'ladigan. Ya biz bu qo'rqarman dedim bir patqa. Yurashib ketasan ekan. Chayqasa bo'ladi ekan buni. Buni sen chayqaladi ekan. Ha? Chayqamadingizmi? Men obunachilarga aytib o'tirman, chayqasa bo'ladi ekan deb. Chayqab o'tirman. Do'stlar. Bir boshqacha bo'ladi ekan. Adrenalin berar ekan bu. To'g'ri aytdimmi o'zi adrenalin deb? Yana qizlar qo'rqib yotibdi. Ushab chiqasizmi? Chaqab turibdi. Ha? Men emas, qo'rqtirsizmi? Ya siz shamollama ayroqqa bog'laqqa chaqab turibdi. Eldin sen sap qo'ying. Telefonni sap qo'ying endi. Qo'rqsangiz. Ushamay yuring, ushamay. Shunda qo'rqmaysiz-da. Ana shu yerlarda rasmga tushiraman, siz o'ting. Qo'rqursiz-mi? Ha, apa? Chaqirsa andisasa. Tak, az pauzaga qo'yaman, bu yoqqa qarab tushiraman. O'rtoqlar, rasmga tushib oldik. Instagram uchun qisqa relish uchun videolarga. Dalshi endi yana ketaveramiz. Mana YouTube uchun tushiribsizlar, Instagramga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lsa kirib ko'rib chiqavermay obuna bo'lib podpiskani bosib ketinglar. Oho, ana ayna. Ya qizlar shu yerda o'tirgan ekanda. Qizlar shu yerda o'tirgan ekanda. Ya. Tak o'rtasidan keldik-da endi.
Ana shu yerda jerlikka qarab bir rasmga tushib olaylik. Ay, yaxshi. Yana rasmga tushdik. Amakini rasmga tushib qo'ydim. O'rtoqlar, Xudo xolasa endi kelganda o tramplindan sakrab ko'rishim kerak. Sakrayman, sakrayman. Yana bir kesak sakramiz. Kommentariyga yozib ketinglar. Sakr deb. Tramplindan sakrasan boy desanglar, Xudo xolasa va'da beraman, endi kelganda sakrab beraman shu yerdan. Shu video jonli maksimalni ko'tarilsa. Endi-da. Bizning blogerlarga o'xshash surat qo'yapmiz-da. Palan like asa, palan просмотр asa deydi-ku. Sakramiz. Bir yana tros bor edi qanot. Ha, bu yoqda. Undan ham o'tish kerak. Zo'r. Opa, qo'rqasma. Aslan kasqin. Trombon deydi. Adamlar yugurib o'tibdir. Tak, odamlar kelsa o'zimga qarataman. Meni boshqa yerda ko'rsatmadim deysizlar. Alloh bo'lsa. Endi yana ko'prak tushiraman. Shamol tortib zo'r bo'lib turar ekan. Opam qop ketdi ana. Qo'rqib turibdi. Chayqasam chayqaladi ekan do'stlar bilan. Ko'pirda chayqasam. Hadi yavaş yürüyüp qop ketdi opam. Ana shu yerda pauzaga qo'yib kutaman. Nerede? Nasıl bana göre? Kazakavunma, burgulaşma, yiftme. Kim biladi kompütere yazıp ketinglar? Nima derse tamam. Biladi Alloh bo'lsa yozib ketinglar. Krani bor ekan. Shunda baland tushib birovga o'xshab turibdi. Mana opam asl makiyadir o'zi. Yana shu ketdi. Çayqayım mı apa? Çayqayım mı? Saat necha bo'ldi? Saat 10:25 minut o'tdi ertalabda. Vahima bastimi? Ana kanatdan ketdi. O zo'rda bunda vahshiy adrenalin olsam-da. Qichirib az etasan. Ha, action kameramning eski kallamda suratini qolib ketdi. Qo'lda telefon bor. Buradan ham o'tib ko'rsam ekan. Az etasan, mazzaqlasan. Do'stlar, ovozim chala bo'lsa erishtirmaysizlar. Shamol bor. Oh, telefondan gaplashib ketaveradi. Haylasa, shu videoning kommentariyasini qoldiringlar. Shu yerdan endi kelganda sakrib ko'raman. Sakr desanglar, jonli просмотр, jonli like asa shu video. Men shu yerdan sakraman. Lekin sakrish qiyin. Apa sakrib ko'ringmi Midar? Ay, Telefonda atta deyveradi. o'zi 300 ming ekan. Esma xonim. Ha, qizimmi? Alo. Alo.
Asmaxon, oltin qizim. Qo'yaman bir kechqurun YouTube'ga qo'yaman ko'rasizlar. A'la somon berib. Oltin qizim. Yaxshi bo'ldi, tishlari yaxshimi? Bari alhamdulillah, yaxshi bo'ldi. O'tdik xudo xolasa. Yaxshi, buni opamga beraman telefonni. Do'stlar, o'tdik. Akşam gaz buldum, aç kalalım. Taassurotlar zo'r, xudoga shukr. Ajoyib. Mana bu yoqda ham otlar bor ekanda. Ot bilan aylantirar ekan. Ot bilan aylantirar ekan. Mana yerda do'stlar ne bor ekan? Tablitsasi, ko'prik. Ko'prikka kirish va chiqish. Ko'prikka axlat tashlanmang, ko'prik ustida jarlikka axlat tashlanmang. Ko'prik oynasi ustida sakrash mumkin emas, ko'prik ustida oraliq masofani saqlang deydi. Shularni bilib, ko'rsatib qo'ygan ma'qul. Kafe. Jumping kafe. Daraxtlar noodatiy ekanda, archalar. Qurg'on ekan. Buni sindirish, netish mumkin emas. Endi ular o'zlari qilgan o'xshaydi. Mana daraxt ko'rsataymi, mana archani. 1000 yillik archa deganim mana shunday edi, tiyi eriydi u. Oldiroq ko'rsatganim. Havo sal changroqmi, bulutroqmi, g'uborroq. Lekin shamol bor. Toza pogoda. Odam vaziyatni mazza qilib beradi. Yerlar ekanda. Birinchi kelishim. Bilinib turibdi. Birinchi kelishim bo'lganga elashtirmislar. Xato kamchiliklar bo'lsa. Ida mana ekanda. Kanat mana trosdan. Jarlikdan bu yana shu g'itay o'tib qo'yadi o'zini. Kanatda o'sangina qaytib o'tasan ekanda. Avval Sakribdimi, ko'rmay qolibman. Dahshat ekanmi? Tortib chiqarar ekanda. Tashlash. Ko'prikning qurilishini tushib turibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Qaytib kelamiz. Kitayslarmi, koreysmi, yaponlar o'tdi. Ay, hamma sakra olmaydi buradan. Onun uchun to'f kerak. O'rtoqlar, shamol bo'lib ketdi, ko'prik chayqalib ketdi. Opa, qo'rqasizmi? Yuring. Mana sakratam. O'rtasidan keldik hisobi.
Ayak yemapsiz yine. Buyog'idan buyog'i uzoqroq. Ana bir kinoda, qaysi kinoda Bo'rivoyning ustida yuradi-ku. Şunun üstüne yürüsem dedi, falan son verasan dedi. 10 son verasan dedi-ku. Shunday narsa, shunday ko'pirning ustida yuradi-da. Bir yurib o'tib ketadi. Yiqilama bir unda. So'ngida ya bir xalta pul bilan chiqaymi men, chiqib ko'raymi? Ha, chiqib ko'raymi? Chiqib qodirman mayli. Sizni qo'rqizyotirman-da. Degene soğukan. O'rtoqlar oz qoldi. Xudo xolasa, zaratim o'lib qolmasa, kanal tomonga ham qo'yaman. O'lib qolmasa boshqa. Zaratim o'lib qolsa, birlashtirmaslar. Ana ko'prikdan ham o'tdik, xudo xolasa. Telefonning zaryadi tugayotir. Chatoq bo'ldi-da shu. Tugagancha tushiraman xudo xolasa. 250 ming ekan. Ha. Nima? O nereden Afg'on deganimi? Afg'oniston asalimi? Kuldiradigansi. Mayskiy, qizilmiya asali. Mayska pastdagisi. Ha, pastdagi. U bularchi? Qizilmiya. Qizilmiya. Ha, mendan yesam bor ekan bu. Yo'qsa. O'zini yeb turadi-ku. Yaxshi, zo'rman. O'zida bu, originalda bu. Bunu aldım hani. 3 xillanma. Tamam men bunu da aldım, bunu da aldım. O zaman Boshqalarda gijja bo'lardi-ku. Shunga yo'qda. Bizlar hali mana bunday narsalar bor ekan-da. Assalomu alaykum. Quritilgan mevalar. Qani? Instagram bormi? Hmm. Bering nasib shu videosini ko'rishadi. Haqiqiy azat shu cho'zganda uzilmaydi deydi, ha? Haqiqiy emas, nishtarkan nima qiladi? Uzilib ketadi. Shundaymi? Asal. Mana ko'zim qisib ketdi. Yarım kilo alalım. Oling ondan ham oling. Ko'zing qilsa berini oling. Yem uchun. Afg'onistonning asal ekan bu, Afg'onistonning. Ming. Dacha, ha, bir xil. Kerak qilmasa yo'lda tushib qoling. Boramiz. Mana yerda yosh bog'alar o'ynayotgan ekanda. Setkani ichidan ketib, bolalar maydonchasi. Hozir shu yerdan xudo qilsa kanatga minamiz. Aparib pastga tashiydi. 20% zaryadchi qilibdi, zaryadkam. Yetadi menimcha shu bilan bo'lsa videoni tamomlaymiz. Kuznich deydi. Bu yerdan bor ekan mana pista, bodom. Hamma narsalar bor ekan. Bu yerda. Oh, bismillah. Kattalar hozir. Kattalar 60, yosh bolalar 30 dan ekan. Do'stlar,
2 adamga aldık. Apam bilan o'zime 60 mingdan, yosh bog'alarga 30 mingdan ekan. Hozir qanotga tushib ketamiz xudo xolasa. Bo'ladi, yaxshi. Ayrimini urarsan. Hastanede doğru oradan. Reslamına güzel kanatımız kalır. Zaman. Ne lan apa? Ver lan. Bismillahirrahmanirrahim. Yani birazdan manzarani ko'rsataman. Adam az 8 adamlık meslakan bu. Apam ekmeği ketib qoldirmiz buni. Assalomu alaykum. 8 adamlık kanat geldi. Tezlashadi kan bu yoqqa. Hava bir yerde tezleşiyor. İçinde adamlı hem böyle koşuyor. Ele içine çıkan şunu kanat degenlerse şu kıyan. Ben aytdim. Tuzda kelib turibdi bari. Bayağı Toshkentda chiqamizmi? Ular ochiqadi. Xavfsiz ekan. Lekin pastga qarasam bu yerda vahima bo'ladi-ku. Yo'q, kelib. Pasa bu. Bizi kadar ekan. Ayak ilk adam ekan. Balık alalım da. Sabah yaş bağla. Eziterim diyor ki kese. Bağlarca 30 mı ekan da. Kattalarca 60 mı? Budur. Qurgan elchilar qurib qolaveradi ekan-a? Ha. Chiqaveradi bu. Chiqaveradi ham. Darrov tushib tashlaydi deydi qo'ymasar ekan. Lekin istan yurganda. Postoy o'tib turibdi, minib turgan odam kam, maynoqdan kelib turgan odam. Endi mashinada chiqsang yo'g'i 1000 yillik archa, sharshara. Ana oyoqlarning yonidan borasan ekan. Buni da pryamoy chiqib, pryamoy tushsang ham bo'ladigan bu. Unda endi taksilar bilan borsa bo'ladigan-da. Oho. Sel chayqalib turar ekan bu. Hava shamol berib o'tadi. Shamol o'ynatadi ekanda. Chayqab. Mana bu sanatoriya nima deyman ha bu endi. Bilmagandan keyin ko'rib turibsizdan. Mana tik ekan bu, o'zi kelibmiz biz a, apa. Oho. Birdan pastga ketadi. Yurak shu yerda to'yarishyor apa.
eng dahshatlarini tushirib yuboryapman. Ko'rdingmi? Tikka tushyapmiz. Qaratga. Abi ya o'zi ko'rinmay qoldi. Qayalar. Kurt o'yaganmi uni esidan? Böyle pavarotda. Pavarotda mana. Birden tushadi. Mana buna yo'lda. Ya dedi, bilinmaydigan mashinadan chiqqandan keyin uzoqdan chiqqan, ya'ni yuk mashinalari zo'rdan chiqyapti Pervaldan. Mashin jonivar qazib ketadi ekanda. Qiynalib qoladi, vanglab ses chiqib. 2'de, 1'de, 3'te tartılmay qoladi. Quloqlarimni tiqib qoladi, tikka tushgan vaqtda. Erkeklarni ko'ring, qanday. Oyog'ini salbirab o'tirsa ham vahimada bo'ladi buni. Bunda qo'rqasan. Qo'rqasan. Shu vahimada uncha qo'rqmadim, men o'tirardim. Turos ekan bu. Eldinda ne? Men turosqa bir qarayman, Makka turos ekan deymanlar. Eldinda bunday bir tayoq bor. Sumka yana belada. Uni geç. Ay yaxshi. Mana yerda sharshara, 2 dona sharshara bor ekan barag'ida. Turbani ham bor. Shu torba aparib berib qo'ygan. Suv yo'qda hozir. Men ham ko'rgandim YouTube'da bir nelarda. Ular chiqib, teshkirib, maylab turadi ekanda. Sharsharaning o'rnida 2 turba. Yaxshi sharshara suv oqib turibdi burimda. Ya yo'q edi apa. Azanda yo'q edi, qara. Mana suv bor. Azanda yo'q edi. Bu yoqdan ham og'ib deyapti, 2 yerdan, tapacha. Ko'rinmaganda. Azanda suv yo'q edi. Ko'rmagan emas, suv yo'q edi. Qora bo'lyapti, kelib ko'rib ketdik qo'yati bilan. Endi bor ekan. Mana yerga kelib ko'rib ketdik-ku. Mana yerga kelib. Masalaga milasdan tushadi menimcha. Biz yerdan tushasizlar dedi u. Meni tushasizlar dedi u. Telefondan bir 10-15 minut zaryadga qo'yib oldim o'rtoqlar. Shu bilan endi 11 soat bo'lib ketjaq. Uyga borib videoni yakunlaymiz xudo xolasa. Azonda kelib ketgan sharsharalar. Suv yo'q edi ya. Ko'rmay qoldim yo'qlashda. Yaqindan zo'r bo'lmadi. Chiroyli qo'ydik nima joyga. Basin salom mehmonxonalar. Az qoldi mana. Bekka suylab Yana keldik. Açıladi o'zi. Geldik.
Bu yoqdan kirish ekanda. Chiqib Astan. Mashina stoyankadan beri. Mashinalar ham kelib stoyanka hamma yeri. Balandgacha mashina chiqadi. Mana chiqdik. Zomin Daryol. Bir, 2, 3, 4, 5 etaj. Ekanda stoyanka, garaj, mashinalarni balandgacha chiqarayotganda. Hammasi raqam turibdi, mana o'zi. Ko'p vaqt o'tdi kelgan. Qo'rchoq buni. Hozir kelamiz. Keyin kelayotganmiz. Shamanlancha. Zomin Daryol. Aynoqqa tushib keldik. Hozir Sharsharaga boramiz. Sharsharani ishga tushirdi. Qaytib keldim. Sharsharani ko'rdik. Ya kanatlar bular. Sharshara. Sharşarani Bismillahirrahmanirrahim. Foto kamera dedi. Burga ham yozib tashlabdi, og'ash qizayolib. Şuradan chiqamiz ekanmi? Bunday znak. Zo'r. Bu ham Qo'qon har san tashlab bor ekan, haydavor ekan. Lesinsa tepaga chiqish uchun. Mana oz qoldik. Tabiat go'zal просто. Mana. Skaminka bor ekan mana. Har san tashlar ustunda daraxt ko'rib turibdi. Bir soatga yaqinlashib qoldi bu videom do'stlar. O'rtoqlar, shu bilan videomizning kulminatsion nuqtasi shu yerda, xudo xolasa. Shu yergacha ko'rganlarimiz uchun rahmat hammaga. Hozircha qo'shtirmoq xudo xolasa. Sayohatlarimiz yana davom etadi. Ana Sharshara. Hammaga kelibmiz. Tashrif qolaman. Sog'lom qolinglar, rahmat hammaga. Endi bu yoqda rasmga tushamiz, fotosessiya qilamiz. Instagram uchun video olamiz. Instagramga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Hasanboy Boltayev. Mekkatorangul degan kanalim bor Instagramda. Kirib, podpiska bo'lib, qo'ysanglar xursand bo'laman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammangizga rahmat. Shu yergacha ko'rganlaringiz uchun.